normal yuangudan sal jiqaroq tayyorlab pokiz yuvagandan keyin videoda ko'rsatgan shaklda to'g'rab olamiz. Undan keyin ko'k qizil laza, samsaq, so'ng piyozlarni videoda ko'rsatgan shaklda to'g'rab olamiz. Go'shtni yaplaqlab nefis shaklda to'g'rab olamiz. Go'shtni ta'mlantirish uchun tuz, kavachin, uni azroq ahmish beramiz. Shuncha yodimni bir qo'shq atrofida berib, azroq suv may qo'yib tez aralashtirib ta'mlantirib olamiz. Qozon qaynagandan keyin bir qo'shq atrofida shakar silib, mogoni silib, taxminan 2 minut atrofida qaynatib suzib olamiz. Endi qozonga azroq may qo'yib olamiz. Mening ishlatganim o'zim uzundan beri yoqtirib pishirib kelayotgan Atbulah birinchi darajalik zig'ir mayi. Atbulah maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, uzuqlik qimmat saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mi shunchalik payzam tetimliq. Ko'rib turganinglardek go'shtni sarg'aytib bakrab qo'rvagandan keyin so'ng piyoz, samsaq, bir qo'shq atrofida chanig'an lazi berib 2 minut atrofida qo'rib olamiz. Undan keyin ko'k qizil laza, yarim piyola atrofida qiraqmal suv qo'yib, tuz ta'mini tetib olgandan keyin yarim piyola atrofida qiraqmal suv qo'yib, ahmishdan azroq, vijindan azroq berib atdiman. Ang oxirida bir piyola suv qo'yib, 2 minut qaytib taxsiga olsaqli bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga. Manba saydan birini qo'rib olsangiz, cho'ng taxsilik qo'rimidan birini gunib oldi.